2026-yil kirib kelishidan oldin mana shu videoni ko'rishingni iltimos qilaman. Ushbu videoni ko'radigan odam 2026-yil seni eng ideal yiling bo'ladi. 2026-yil bu seni hozirgi yillar ichidagi eng omadli yiling bo'ladi. Hali ham maqsadlaringni yozmagan bo'lsang, hozirroq daftar ruchka oldi, o'z maqsadlaringni ketma-ketlikda yozib chiq. Hech qachon kichkina maqsadlar qo'yma. Doim katta-katta maqsadlar bilan, orzular bilan yasha. Orzu qilish bu tekin, bu bepul. Xohlaganingcha orzu qil, xohlaganingcha tasavvur qil. Ota-onangni umraga ketmoqchimisan, o'sha narsani birinchi tasavvur qil. Yoki qanaqadir sport kar olmoqchimisan, yoki Dubayda uy olmoqchimisan, o'shani ham birinchi tasavvur qilib ko'r. Agar shu narsani sen tasavvur qilayotgan bo'lsang, seni tabriklayman. Demak, bu narsani sen hayotda ham amalga oshira olasan. Bunga faqat o'zing ishonishing kerak. Hech kim ishonishi shart emas, senga hech kim yordam berishi ham shart emas. O'zingga o'zing ishonsang bo'ldi, eng muhimi. Nima bo'lganda ham tavakkal qil. Qo'rqma hech qachon. Och qolishing mumkin, yaxshini ham yomonni ham ko'rishing mumkin. Kimdir seni aldab ketishi mumkin, kimdir yarim yo'lda tashlab ketishi mumkin. Muhimi o'zingni yo'qotib qo'yma. Har qanday holatda ham o'zingga bergan va'dangning ustidan chiq, maqsadlaringni bajar. Nahotki xohlamaysan hammadan yaxshi mashina haydashni, hammadan yaxshi joyda yashashni, ota-onangning umralariga, sayohatlarga yuborishni nahotki xohlamaysan? Mani kutyapsan hozir, nimani kutyapsan? Ish topolmayapsanmi yoki o'qishing xalaqit beryapti, nima xalaqit beryapsan? Birinchi shu narsani aniqlab ol. Shu narsani hech qachon esingdan chiqarma, yoki maqsadlaring yo'lida mana shu narsalarga erishasan, yoki shunchaki o'lib ketasan. Maqsading va shioring mana shu narsa bo'lsin. Yoki maqsadlaringga erishasan, qanaqa qiyinchilik bo'ladi, qanaqa sinovlar bo'ladi, hammasiga erishasan yoki shunchaki bu yo'lda o'lib ketasan. Boshqa variant yo'q sonda. Yo o'lib ketish bor yoki erishish bor. Lekin hech qachon o'rtada qolib ketma. Taslim bo'lma, hech qachon qo'rqma. Yiqildingmi, qayta qilib ko'r. Yiqildingmi, qayta qilib ko'r. Birinchi ishing o'xshamayapmi, ikkinchisida ishlab ko'r. Ikkinchisida o'xshamayapmi, uchinchisida ishlab ko'r. 2026-yilda senga xalaqit beradigan narsalardan voz kech. Do'stlaring xalaqit beryaptimi? Yoki yaxshi ko'rgan qizingmi, yaxshi ko'rgan yigitingmi? Hammasidan voz kech. Instagramga faqat kontent joylash uchun yoki o'zingga kerakli foydali ma'lumotlar olish uchun kir. Reels ko'rish uchun kirma. YouTube tomosha qil, hunar o'rgan, kasb o'rgan, onlayn daromad qilishlarni o'rgan. Men senga ishonamanki, 2026-yilda barcha o'ylagan orzularingga erishasan. Men bunga 100% ko'zim yetadi. Shuning uchun orzu qilishdan to'xtama, harakatingni qil va o'z hayotingni yasha.